Sizlarni ham kir mashinani dozatorda parashotka statkalar olib ketib, qanaqa tozalash bilmayapsizlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar, men sizlarga o'rgatib qo'yaman. Hozir men sizlarga qanaqa ish tozalash o'rgatib qo'yaman. Buni yo'li juda oson, ammo ko'p joyi push degan joyi. Bu hamma kir mashinasi dozatorda почти bir xil bo'ladi. Bossanglar o'zi dozator chiqadi, bilsanglar, ikki mana bu qopqog'ini ham yechish kerak bo'ladi tozalashga. Buning uchun mana tepasiga qo'linglarni qo'yib olasizlar. Atyorkami, qoshiq, vilkani orqasini bo'yini bosib bitta itasizlar chiqadi, ko'rdinglarmi? Bu yoq tarafi ham xuddi shunaqa. Bossangiz chiqadi. Bitta qattiq tortib olsangiz mana chiqib ketadi. Ikki mana ko'k joyini ham yetishlik kerak bo'ladi. Mana ko'k joyini ham yetishlik kerak bo'ladi. Uni bundoq qattiq ushlab, tepaga bitta ko'tarsanglar chiqadi, ko'rasizlarmi? Bundan tashqari aytgandek, misol uchun mana Samsung dozatori bo'ladi ham ko'rasizlar. Bir xil bo'ladi. Hammasi qo'shuvmi, vilkami, misol atyorkada bitta qattiq bosib chiqarsanglar, mana uch chiqadi. Misol uchun mana artelliki. Shu aytgandek, hammasida bir xil bo'ladi. Bu dozator o'sha yechib bo'lgandan keyin yaxshilab mana bu qaynoq suvga solib, qattiq cho'tkalar bilan chiqarib, bemalol yetib yuvarasizlar. Buni joyiga qaytarib qo'yish ham juda oson. Ko'rayotgan bo'lsangiz, ikkita telefonni tushirsangiz bo'ldi. Qattiq bosib yuborsanglar, qaytib tushadi joyiga. Yana ko'k joyi ham xuddi shunaqa. Ikkita pastini birinchi qo'yasizlar. Qattiq bosib yuborsanglar bo'ldi, mana tayyor. Kir mashinani joyiga, yana dozator joyiga tiqib qo'yib olasizlar. Agar sizlarda o'xshagan bo'lsa, kommentariyada plyus qoldirib ketinglar. Videomizga like bosing. Bundan-da qiziq videolarni o'tkaza olmaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va videoni hamma tanishlarga jo'natib qo'ying va ularga ham manfaatli bo'lsin.